Hammaga salom. Mening ismim Derman va bir necha yil avval Afrikada paydo bo'lgan virus milliardlab odamlarni dunyoga olib ketdi. Qolgan milliardlar esa zombilarga aylanib qoldi. Ammo bularning orasida menga o'xshagan tirik qolganlar ham bor. Ammo oxirgi 6 oy ichida birorta ham odamni uchratmadim. Asta-sekin yolg'izlikdan aqldan ozishdan boshlayapman. G'alati narsalarni eshityapman. Ovozlar, gallyutsinatsiyalar, xullas boshqa kurash niyatim yo'q. Hammasidan charchadim. Shuning uchun ham bu kundaligimdagi oxirgi video yozuv. Bilmadim, kundaligimni balki kimdir qachondir topar, ammo endi menga umuman farqi yo'q. Men taslim bo'laman. Boshqa bunday yashashni istamayman. Jonurson. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Stop. Jonurson, zombilar. Tinchgina o'lishga ham qo'yishmaydi. Hop, mayli, hozir stop, yurda qanaqadir mashina turibdi. Jonurson, mening kimgadir yordam kerak. Yo'q. Bo'ldi, yaxshi. Ana. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bu yerga mashina. Menimcha o'tib ketayotgan bo'lib shu yerga graviga botib qolgan bo'lsa kerak. Lekin haydov. Stop. Tushunmadim. Kimdir bormi? Voy. Iltimos, Jonurson, iltimos otmang. Menga yordam kerak. Xavotir olmang, sinov tushuniyatim yo'q o'zi. Kimsiz? Nima qilyapsiz bu yerda? Men shunchaki harbiyman, oddiy. Qurilish materiallarini olib kelish uchun boshqa bir bazaga o'tayotgandim, ammo afsuski mana shu yerga botib qoldim. Tushunarli. Keyin esa chiqmoqchi bo'lib rosa ham gazni bosdim. Shuni ovoziga zombilar yugurib kelishdi. Hozir paqqalagan narsa nima edi? Men zombilarga flash granat otgandim. Bu ularni bir necha soniyaga to'xtatib qo'yadi. Shu vaqtda qochib ketmoqchi edim, chunki avtomatimda birorta ham o'q qolmadi. Menda 5 ta bo'sh magazin bor xolos. Jonurson. Mayli, unda hozir ketishyapti. Meni nima desam ekan, boshpanamga o'tirib turishingiz mumkin ertalabgacha. Keyin biror nima qilib ko'ramiz. Hop, lekin baribir ham barcha yong'oqlarni ishlatib bo'ldim. Jonurson, yong'oq yo'qmi? Yo'q. Unda bilmadim. Bilasizmi, lekin katta rahmat yordam berganingiz uchun. Bir necha so'zdan so'ng meni o'ldirib tashlashardi. Hech qisi yo'q. Mayli, shu yerda isnishingiz mumkin, chunki tashqari uncha-muncha sovuq bo'lib qoldi. Mayli, hozir bu yerni yopib qo'yaman, yana ovozlarga zombilar kelishi aniq. Men g'arbdagi bazalarda birda xizmat qilaman. Bazamiz unchalik ham katta emas, ham unchalik zamonaviy ham emas. Shunchaki u yerdagi daryoni nima desam ekan, qarab turamiz, o'sha yerni kontrol qilamiz. Tushunarli. Bilasizmi, siz aslini olganda meni o'limdan qutqarib qoldingiz. Nima? Menimcha teskarisi bo'ldi. Bilasizmi, anchadan beri odamlarni ko'rmagandim, shuning uchun ham asta-sekinlik bilan emasmi ekan, aqldan oza boshlagandim, shuning uchun ham o'zimni o'ldirmoqchi edim. Boshqa yolg'izlikka chiday olmayman. Bilasizmi, bizni bazaga borishingiz mumkin. Safimizga qo'shilasiz. U yerda hamma askarlar va qolgan odamlar ham bor. Istasangiz lager bor u yerda. Yo'q. Jonurson, nimaga avvalo sizlarni uchratmabman? Bilmasam, endi taqdir bu. Albatta sizlar bilan boraman. Ajoyib. Bizni komandirimiz juda ham yaxshi odam. Sizga yordam berishi aniq. Mayli. Unda ertalab yo'lga chiqamiz. Lekin mashinani yurg'iza olmaymiz, afsus. Hech qisi yo'q. Axir oyoqlar bekorga berilmagan. To'g'ri. Aytgancha, qoningiz ochdimi? Birozgina. Non. Va mana sizga konserva. Katta rahmat. O'zi ovqatim ham tugab borayotganda. Mayli. Bilasizmi, o'zi bazangizda qancha odam bor? Plus minus, u yerda bir 10 tacha odam bor. 10 tacha? Juda ham yaxshi. Fuqaro, hurmatli fuqaro. Xayrli tong. Xo'sh, yo'lga otilamizmi? Albatta. Narsalaringizni oling. Xo'sh, narsalarim yo'q, hammasi o'zimning inventarimda va hatto ovqatim ham yo'q. Pistoletim yonimda va bo'ldi, ketsak bo'ladi. Xo'sh, hozir uxlab olay. Bo'ldi, yaxshi. Ba'zan siz yo'l boshlaysiz, men esa oldindan ketaman. Xo'pmi? Xo'p, chunki menda baribir o'qlar. Stop. Noto'g'ri joydan kelyapman. Nima bo'ldi? Stop, menimcha mana bu yerda edi. Mana. Tushunarli, bo'ldi. Xo'sh, ketamizmi? Bo'pti, ketdik. Bu yerni bloklarni qo'yib olay. Yaxshi. Bo'ldi. Mana bu oxirgisi. Xo'sh, qayoqqa? G'arbga qarab ketaveramiz. Shu yerdan to'g'ri va burilamiz. Mana shu yerdanmi? Buriling. Okey, mana ketyapman. Ajoyib. O'zi yana qancha qoldi? Yana ozgina yuravering. Qara, ko'rinyapti. Mana bumi?
Juniorson, ha odamlarni ko'ryapman. Va bizni baza chap tarafda, boshqalarniki. Wow. Qo'yil. Hatto binosi ham bor ekan, Juniorson. Aha, zo'r. Iklar ham yaxshi. Men hozir o tarafga o'tib kelay, siz esa borishingiz mumkin. Siz qayoqqa? Men hozir ana bu yerga. Ha, tushunarli bo'pti. Mayli, Juniorson bazaga yana odamlar, harbiylar Juniorson menga ham qurol berishsa kerak. Qiziq. O, mana Juniorson unchalik ham katta emas ekan lekin. Shoshmang, hurmatli fuqaro, siz qayoqqa? Men bu yerga sizlarni boshlig'ingizning yoniga. Meni bu yerga xullas, bilasizmi, mashinali bir yigitni saqlab qoldim. Yashil kiyim, aniqrog'i, u ham yashil kiyimda edi, mashinasi ham xullas loyga, aniqrog'i graviyga botib qolgandi. Shunisi hayajonlanibman chunki anchadan beri odamlarni ko'rmagandim. Aha, tushunarli, ichkariga kirib kapitanga ayting. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum, siz kapitan bo'lsangiz kerak, a? Ha, men kapitanman. Bilasizmi, men sizlarning odamlaringizdan birini saqlab qoldim. Xo'sh, ya'ni kimni? Bilasizlarmi, yashil nima desam ekan? Xullas, yashil Uralda bir xuddi sizlarning kiyimdaqa askar bor edi. O'shani zombilardan qutqarib qoldim va u meni bu yerga olib keldi. Uni patronlari tugagan ekan. Men esa qutqarib qoldim uni. Aha, va agar kapitanimizga aytsangiz, bizni safimizga oladi sizni dedi. Ha, tushunarli. O'zi qo'lingizdan nima ishlar keladi? Bilasizmi, men o'zi fermer bo'lganman. Istasangiz xo'jalik ishlari bilan shug'ullanishim mumkin. Bu yaxshi. Bizda aynan shu yerga xo'jalik uchun odam yo'q edi. Lekin odamni qutqarib qolganingiz uchun sizga katta rahmat. Bilasizmi, qurilish ishlari qo'lingizga keladimi? Albatta, chunki o'zimga uy ham qurib kelayotganim, faqatgina oxirgi vaqtlarda shunchaki g'orlarda yashayotgan edim. Tushunarli. Mana shu yerda chap tarafda bino bor. Qanaqa bino? Shu yerda derazadan. Mana bumi? Ha, ana shuni oxirigacha qurib qo'ya olasizmi? Faqat bizda qurishga odam yo'q edi, qolib ketdi shundan beri 2 haftadan beri. Xo'sh, deraza menimcha bemalol qura olsam kerak. Bu qanaqa bino bo'ldi? Bu sklad. Aha, omborxonami? Ha, yaxshi, xo'sh. Mana shu yerda ekan qurish materiallari. Okey, lampalar, stop. Deraza yaxshi. Boltalar ajoyib. Derazalar sochilib ketdi. Mayli, bu yoqqa. Endi esa xo'sh, bu eshik ekan. Mana bularni hammasini olaman. Bular menga kerak emas. Pistolet har doimgidek yonimda tura qolsin hozircha, chunki kim biladi nima bo'lishini, zombilar hujumga olib qolishi ham mumkin. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi, birinchi navbatda polni tayyorlashdan boshlayman, chunki polni ustidan keyin hammasini qurib ketaman. Xo'sh, yaxshi. Ba'zi lekin jonchilik katta emas, lekin asosiysi bu yerda odamlar bor. Aks holda 6 oydan beri odamlar bilan ko'rishmagandim. Hatto kecha o'zimni o'ldirmoqchi bo'lganimga ishongim ham kelmayapti. Yolg'izlikdan kecha o'zimni o'ldirmoqchi edim. Va bugun esa harbiylar guruhiga qo'shildim.